nafillarni sanab beraman. Shariatda buyurilgan nafillarga e'tibor bering-da, bizda bormi yo'qmi o'zimiz hisob kitob qilamiz. Tahajjud nafil. Muazzin azon aytishlikdan yarim soat oldin bo'lish kerak, oxirgi vaqt. Bo'lmasa 1 soat, bo'lmasa 2 soat. Nafil ibodat. Ikkinchi nafil quyosh chiqqandan keyin 2 rakatlik istixora namoz bor. Istixora degani 2 rakat o'qiladi. Alhamdu qulya, ikkinchi rakatga alhamdu qul huvallohu ahad o'qiladi. Ishroq namoz bor. Ishroq namozi ham shu quyosh chiqqanda o'qiladi. 2 rakat, 4 rakatligi bor. Oyatul kursi ba'zi rivoyatda 5 ta sura Ixlos, ba'zi rivoyatda 3 ta sura Ixlos degan. Ishroqqa o'qiladigan namozlarda aytibdi. Ishroq namozida oyatul kursi alhamdudan keyin 3 ta sura Ixlos 2 rakat o'qiladi. Ana undan keyin duho namoz bor. Duho namozi 10-11 da atrofida o'qiladi. 4 rakatdan 12 rakatgacha. Duho namoziga alhamdu va shamsi, ikkinchi rakatga alhamdu va layli, uchinchi rakatga alhamdu va duha, to'rtinchi rakatga alhamdu alam nashroh. Tugaydi. Endi asr namozidan avval o'qiladigan 4 rakatli namoz bor. Man salla 4 rak'atin qabla al-asr harramallohu jasadahu ala an-niran. Asrdan oldin 4 rakat nafil namoz o'qib qo'ygan odamga vujudini Alloh jahannamga harom qiladi. Rahimallohu imro'an salla 4 rak'atin qabla al-asr. Asrdan avval 4 rakat namoz o'qigan odamga Alloh rahim qilsin deb duo qildilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bunga o'qiladigan sura Alhamdu iza zulzilati, ikkinchi rakatga Alhamdu val adiyati, uchinchi rakatga Alhamdu al-qari'ati, to'rtinchi rakatga Alhamdu al-hakimu takassur. Shunma u tugaydi. Endi shom namozidan keyin o'qiladigan 2 rakatli nafil bor. Salatul awwabin deydi. O'ta tavba qiluvchilar namozi. Unga o'qiladigan sura Alhamdu qulya. Alhamdu ikkinchisiga qul huvallohu ahad o'qiladi. Mana shu nafil ibodatlar insoniyatni Xudoga yaqinlashtiradigan ibodatlar ekan. Bu ixtiyoriy, u majburiy emas. Xudoni yaxshi ko'raman degan odam qiziqadi, o'qiydi. Xudo meni yaxshi ko'rsin degan odam o'qiydi, qiziqadi, muhabbat qiladi. Kerak bo'lsa shu mana shu namozlarda o'qiladigan surani bilmasa, o'rganib, yodlab bilib oladi. Natijada